Sahnada 3-chi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoa Al-Fraganus universitetining shumbollar jamoasi. Marhamat. Aziz muxlislar, 3-shart shumbolalar. O'zingizlar majbur qildinglar, endi eshitasizlar. Marhamat, guldiroz olqishlaringiz bilan qishlog'imizning jo'jalar guruhi. To'lib! To'yim bor, boshlamaysanlarmi? To'lib! Toshkentga talabalar kelganda, bir xonada 30 kishi turganda, har xil xiyirlar kelganda, paypoqqa qarang paypoqqa, xemisni kim chiqardi o'zi, o'tmadidan kamni ham so'zi, dekanga gaplarni tashiydigan, Twitter eng zo'r odam o'zi. Stop. Qatdan oldilar-ku bunaqa bir tinga qimmat ashulani. Biz ham sizga shuni aytmoqchi edik-da. Yo'q, mana nima qilamiz? Mavzuni o'zgartiramiz. Mana hozir talabalar telefonda internet rivojlanib ketgan, kerak emas narsalarga kirib yotibdi-da. Shuni tarbiyaga chaqiradigan bir mavzuda ashula qilaylik. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, o'zingizdan eshitaylik qani bo'lmasa. Ket. Instada videosini ko'rganda, rasmiga sonliklaring oqqanda, uyqudan bittada turganda, like'larga qarang, like'larga. Toshkentda bitta o'zi, figurasi ham katta o'zi. Ishonmasangiz mana qarang, opamni juda katta ko'zi. Dumbachale! Ya. Stop, bo'lmadi. Menga yoqmadi bu. Men ketdim. Bu ketishda finalga chiqa olmaysanlar, bo'pti. Aytdim, bu ketishda finalga chiqa olmaysanlar, men peshkom tezroq chiqib ketaman. Davay. Chet-elliklar kosmosga uchyapti, biznikilar peshkom ketyapti. O'zidan bechorani yoqib olib, yo'lda rosa reklamani bosyapti. To'ylar muborak sahnada, kuyov bola mana xotin ona, pullariga ushib oldi mana. Alfons bola bu Alfons bola. To'rga. Nima qilyapsan? Voy, go'rga deyapti. Ey xola, qanday go'rka? Bu yoshingizda, iya. To'rga deyapmiz, to'rga chiqing. Chiqmayman to'rga. Chiqmasangiz ham go'rga. Davay! Ey, orqangdan Liboy kelganini yirtaman, tushundingmi? Kim? Nima? Davay. Kimni yirtasan? Mana oni. Ha, ana endi o'zingga kelding. Bundan buyoqqa mana shunaqa o'zing yirtib yuravergan. Xo'sh, Barsa Real 2-1 Orvomi? Real haqida men gapiraman, men aytaman, eshitinglar. Realchilar. Realda kuboklar bor, bizlar kubok sandasak, Barsa bo'lar doim xor. Real bor, Realda kuboklar bor, biz o'yinda yutkasak ham bizda 15 kubok bor. Bernabeu gul hovuz, gullengani kelganmiz, maktab bollari bilan biz yutgani kelganmiz. Bernabeu gul hovuz, gol urgani kelganmiz, golni bahona qilib yurib borgani kelganmiz. Hey, stop! Tavba qildim. Voy.
Oq Madridliklar, oppoq Madridliklar, biz uchun atalgan bir bog' Madridliklar. Mana paxtakor 79 ni kim chaqirdi yo'qot? Rahmat. Rahmat. Hurmatli aziz do'stlar, biz chiqishimiz so'ngida ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Foziljonovga o'z rahmatimizni aytmoqchimiz. G'olib, eng katta ball nechigacha? 6 mi? 6. Mani hurmatim Bekzod 7 yasab kelganmisan? Rahmat. Ha? Ha? Qimiziga 2 og'iz qo'shiq eshitdik sizdan ham. Aha. Ketdikmi? Ketdik. Men ham qirg'izidan chiqqanman, qirg'izida chempion bo'lganman. Keyin sekin ulg'ayib, Družbada konsert berganman. Yoshlarni birlashtirgan o'zi, gullab yashnayver qirg'izi. Onam akaning aytgan so'zi, Xudo omadimizni bersin o'zi. To'xtama qirg'izi, to'xtama, yoningda o'zim bo'laman. Shun bolalar degan jamoani kubokka o'zim yozaman. Rahmat! Bizga sal yaqin o'tir, kayfiyatni ko'tar bola. Shun bolalar g'alabani kutar, muxlis qarsangi bilan kuboklarni yutar. Shum bolalar jamoasi va ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Foziljonovga guldiroz qarsakiylar.